Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Esingizda bo'lsa, o'tgangi darsimizda demak Textronics CAD/CAM dasturlarini biz tushuntirishni boshlagan edik. Bugungi ikkinchi darsimizda ham davom etamiz ushbu jarayonni va o'tgangi kelgan joyimizdan sizlarni tanishtirib borishni ko'rsatib bormoqchimiz. Hop, esingizda kelgan joydan davom etamiz. Mana demak, turli chiziqlar orqali to'g'ri chiziq ham egri, aylana yoki turli ellipssimon shaklga keltirish jarayonlarini ko'rib chiqayotgan edik. E'tibor beradigan bo'lsangiz, bu joyimizda ham mana bitta chiziqni chizib, mana burchak ostida ezish imkoniyatiga, bukish imkoniyatiga ega bo'lgan holatlarni ko'rib chiqyapmiz. Continuous Spine orqali. Bundan tashqari pen tool bor. Bu pen tool orqali biz mana turli shaklda, ya'ni turli yo'nalishda chizish imkoniyatiga egamiz. Mana qarang, e'tibor bering. Demak, shaklni chizib bo'lganimizdan keyin biz har bir jarayonni nazorat qilish uchun kataklarga bo'lib olish imkoniyatiga egamiz va bu ushbu belgi orqali belgilanadi. Mana ekranimizni turli kataklarga bo'lib oldik va natijada keyingi jarayonni davom ettiryapmiz. Mana kattalashtirib ko'rsatganda bu holat, mana har bir nuqtani qo'yganimizda mana 3tadan bizga katagini to'ldirib beryapti. Mana 3tadan katak to'ldirilyapti. Bu mana bu yerdagi o'rnatilgan 3 soniga bog'liq. Mana e'tibor bering, mana 3ta eniga, bo'yiga 2ta mana ko'rinib turibdi. Mana shu jarayon belgilagi uchun biz shunaqa chiziqlarni chizish imkoniyatiga ega bizni hozir qurilmamiz. E'tibor bering, mana 7 ga o'tkazdik. 7 ta katak orqali bo'yalish boshlandi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta mana. Balandligi esa 5 ga to'g'ri kelyapti. Mana 5 ga to'g'ri kelyapti. Mana uni o'zgartirib 2 talik qildik. Mana e'tibor bering. Demak, 7 ga 2 chiziq chizish mumkin. Mana aylana chizish mumkin yoki sirkl qilib, mana aylana sifat qilib chiqarish mumkin. E'tibor bering, mana aylana holatda ham chizish imkoniyatiga egamiz. Slash yo'nalishida chizadigan bo'lsak, mana bo'yash ketma-ketligi bo'yicha qo'yib beradigan belgini belgilab oldik. Mana uzuqsiz, ko'ryapsizmi? Uzuqsiz. Bu uziladigan bo'lsa, mana birini e'tibor bering, mana bittadan chizib chiqyapti. Lekin o'rtasida uzuqlar bor, mana uzilgan joylari bor. Kattalashtirib ko'rganda anaqa ochiqlar hosil bo'ladi, bizda uzuqlar hosil bo'lib qoladi. Bu umumiy chizayotganimizda bizda chizmalar orasini to'ldirayotgan vaqtimizda xalaqit beradi. Shuning uchun mana bu belgini bosib olsak, bizda uzuqsiz bo'ladi. Mana e'tibor bering, mana uzilgan joyi bor, bu yerda uzilgan joyi yo'q. Mana shunga e'tibor berishingiz kerak. Mana bu belgi orqali biz to'liq uzluksiz chizish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana agar spreydan olib 13 taga 24 taga chiqardi va sepish, mana spreyni hammamiz bilamiz, sepish belgisini bildiradi. Mana qo'ydik va sepmoqdamiz. Mana ko'ring, qalinlik turibdi, lekin tochkalarni, nuqtalarni turli nimalar chizib beryapti. Mana boshqa rangga o'tkazib chizib chiqadigan bo'lsak, ustidan yana boshqa rangni mana ko'ringlar. Bunaqa effekt, sochma effekt olish imkoniyatiga egamiz. Mana yana rangini o'zgartirdik, orasiga sepdik, mana ko'ryapsizlarmi? Turli effektlarni olish imkoniyatiga egamiz. Mana bitta nuqta qo'yib berish kerak bo'lsa, mana sepib ketdik, mana orasidagi mana bitta edi. Endi ikkita qildik. Qalinroq ikkitadan nuqtani e'tibor bering, 2 mana birinchi sepganimizda birga birida, demak bitta nuqtani bo'yadi. Keyin buni 2 ga 1 qildik. Mana 2 eni bo'yicha, 1 balandligi bo'yicha mana bunaqa ikkitadan kattaydi sepishga o'tdi. Ana undan keyin ikkalasini ham, balandligini ham, enini ham 2 soniga men belgilab olganimiz uchun bu joyda bizda demak ikkitadan katakni bir daniga to'ldirib berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mana sepganda, spray sepganda mana to'rttalik ko'rdingizlar. Demak, qalinroq yoki enliroq yoki ingichka chiqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Ana undan keyin stripe toolga o'tsak, gorizontal bor. Stripe tool gorizontal chiziq chizib berish imkoniyatiga egamiz. Mana ko'rdingizlar, mana vertikal va gorizontal chiziqlarni qo'yib ketyapti. Butun ekranimiz bo'yicha, ya'ni oynamiz bo'yicha qo'yib beryapti. Bu mana
vertikalni, gorizontalni chizib olgandik, vertikalni ham qo'yib chiqdik. Endi bu to'rt burchak qilib qo'yib beradi, ikki tomonlama qo'yib beradi. Qo'ygan nuqtangizdan boshlab katagini hosil qiladi. Freeform yo'nalishida bo'lyapti bular hammasi. Buni tozalab tashladik. Mana endi yana yangi chiziqlarni ko'rsatishga o'tamiz. Bu yerda qarang. Mana bu burchak 15 gradus, mana burchak hosil bo'lyapti. 45 gradus qildik. 45 gradus qilib chizganimizdan keyin gorizontalga qo'yib olsak, mana gorizontalni mana ko'ryapsizlar, 45 gradus burchak ostida qo'yib beryapti. Endi vertikal qiladigan bo'lsak, bu ham yana to'g'rilanib chizdi. Endi keyingi nimamiz area fill. Area fill bu to'liq nimani qoplash, ya'ni butun ekranni yoki butun shaklni to'liq bitta umumiy fon bilan to'ldirish beradi. Qaytamiz. Demak, bizda unda orqaga qaytish belgisi, mana orqaga qaytib turli shakllarni ko'rsatib olamiz. Joyiga, eski joyiga qaytib kelib, hozir e'tibor bering. Mana endi mana bo'yash, to'liq bo'yash, ichini bo'yashga to'g'ri keldi. Mana boshqa rang tanlab olyapmiz. E'tibor bering, mana ko'rdingizmi? Chizilgan joyini boshqa singlga similar bo'ladigan bo'lsa, boshqa rang tanlab oldik. Mana butun hamma chizilganini bo'yab berdi. Similarda, undan oldingisida, demak singlda, demak ya'ni yakkada, demak bitta o'zini bo'yab berdi. Bu esa keyingi nimamiz, belgimiz, bu mana bu, e'tibor bering, bu mana bu belgimiz, demak to'liq bo'yash o'tib ketyapti mana oralni fondi. Misol uchun e'tibor bering, mana shu belgimiz orqali, mana shu belgilayotgan belgi orqali biz chizilgan chiziqni ustiga olib kelib, probel, bo'shga tag, demak probelni qo'l bilan bosib oladigan bo'lsak, mana shu holatda turgan rangga o'tish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Mana bu yerda pushti rang desak, bu rangni pushti rangni, to'q pushti rang, qizg'ish rangimiz deymizmi? To'q pushti deya qolaylik. Bu rangimizga mana o'tib turgan joyiga kelib qolgan. Davom etamiz. Boshqa rang tanlashning imkoniyatiga egamiz. Xohlagan bitta rangni tanlab, narsani o'zgartirish. E'tibor beringlar, ranglarni aylantirib o'tkazib, image mana turli ranglari bor, turli rang kadrovkalari bor. Bosdik. Bu bosganimizda bizda qaysi nimaga tegishli ekanligini ko'rsatib beradi. Mana endi chizishni boshladik. Mana qizil rangni mana ko'ryapsizlar. Bitga bir bo'lganligi uchun faqat bittadan nima chizib beryapti. 250-color, ya'ni rang nimasiga teng. Bu esa 177 ga teng ekan. Ichidan topib olib chiqyapti. Mana endi ichini bo'yaymiz. Qarang. Ichini bo'yaymiz, qaysi rangga bo'yaymiz? Ochroq rangga tanlab olamiz. Mana ichini bo'yadik mana. Ko'ryapsizlar? Demak, ichini bo'yadik, lekin o'rtadagi bizga liniyamizni ajratib berdi. Mana shu orqali biz turli shakllarni oldi panelga yoki orqa panelga o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Vertikal va mana vertikal demak nur sotish. E'tibor bering, demak nur sotish yo'lini belgisini bosdik. Bu yerda mana vertikali bo'yicha birinchi pozitsiyasini qo'yib turib sepgandik. Undan chapga qarab, o'yindan chapga qarab mana yo'nalishda demak nimamizni ochdan to'qqa qilib o'tkazib beryapti ranglarimiz. Endi orqaga qaytdikda, endi buni gorizontaliga qo'ydik. E'tibor bering, mana yuqoridan pastga yoki freehand, ya'ni bo'sh qo'l ko'rsatilgan, ya'ni qaysi tomonga qarab ko'rsatgan bo'lsa, shu tomonga qaratib bizga ranglarni sochilishini qo'yib beryapti. Ana endi mana shu oraliqni bizga kerak emas. Mana shu oraliqni belgilab oldik. Mana shu maxsus belgi bilan normal modda, ya'ni qani chizib oldikda, mana chizib belgilab olyapmiz. To'g'rimi? Normal mod bitta belgilayapti. Endi plusni bosamiz. Plusni bosib qo'yadigan bo'lsak, hammasini belgilayapti. Mana e'tibor bering, hamma belgilagan joyimiz qolyapti. Minusini belgilaydigan bo'lsak, mana shu joylarni, mana misol uchun mana
olib tashlayapti. Ko'ryapsizlar? Belgilagan joyimizni ajratib olyapti. Minus ajratib oladi. Plus har bitta belgilagan joyimiz qo'yib ketadi. Mana belgilab olgan joyimiz. Kopiya olib, mana ya'ni ko'paytirib, yana bitta qo'yuvdik. Mana yonida yana bitta xuddi shunday naqshdan hosil bo'ldi mana. Endi uni turlicha o'zgartirish imkoniyatiga egamiz. Mana e'tibor bering, cho'zish yoki turli shakliga keltirish imkoniyatiga egamiz va shuning bilan buni aylanasini ham xuddi shunday qilishimiz mumkin. Mana belgilangan to'rtburchagimiz remove selectionga bosamiz va belgilagan joyimiz aylana holatda bo'ldi. Mana aylana holatda belgilab olyapmiz. Uni ko'paytirib olib, mana turli joyga aylana holatda qo'yamiz. E'tibor bering, mana oldingisi birinchisi demak to'rtburchak holatda ko'paytirib olib qo'yish edi, ikkinchisi demak aylana holatda ko'paytirib olish yoki ixtiyoriy chiziqni bundan keyingi belgida, demak bundan keyingi belgida ixtiyoriy chiziqda chizib olib, kerakli shaklni ma'lum bir burchaklar ostida, graduslar ostida kesib olib, ularni belgilab, mana shu joyda biz demak boshqa yerga ko'chirish yoki undan kopiya olib qo'yish imkoniyatiga egamiz. Bunda yakka va similar, ya'ni birgalikda mana bir nechta belgilangan joylar turibdi. E'tibor beringlar, hamma ko'kni belgilaganmiz. Mana ko'paytirib oldikda uni surib qo'ydik. Mana shu natijani o'zida ham demak turli holatda, turli masofada yoki turli yo'lakda joylashgan naqshlarni deymizmi, ko'rsatkichlarni deymizmi, ma'lum bir uzunlikdagi joylashgan belgilarni hammasini bitta qilib belgilab, faqat ko'kni belgiladi. E'tibor beringlar, ko'kni belgilab, uni ko'paytirib, undan keyin qo'yish orqali demak biz shu yerda naqshlarni yana ham sonini ko'paytirish imkoniyatiga egamiz. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugungi darsimiz mana shu bilan yakunlanadi. Demak, qisqacha bugungi Textronics o'quv jarayoni bo'yicha qilgan ma'ruzalarimiz shundan iborat edi. Salomat bo'ling. Albatta, ushbu videolar ham sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.